agarda kimdaki yaxshiroq taklifga ega bo'lsa, bemalol jamoani tark eta olsa. Biz jamoada futbolchilarni ushlab tura olmaymiz bundan keyin deb rahbariyat e'lon qilgan. Babayan paytda mahkum bo'ldiki, majbur bo'ldiki, o'rinbosarlar tarkibida o'ynashga. Murabbiylar shtabi va futbolchilarning uyg'unligi evaziga hozir Andijon jamoasining natijalari juda ham yaxshilanishi mumkin. Aleksandr Xamikovning jamoaga kelishi tarkibni yaxshi shakllantirgani yaqqol ko'rinib turibdi. Babayan paytda yo'qotilgan ochkolar Andijon jamoasini oyog'idan tortib qolib, hozirgi tezligida ham jamoa shu 5-6 o'rinlarga umid qilsa bo'ladi. Muvaffaqiyatiga sabab o'ylaymanki, murabbiylar shtabining imzosi ko'rinib turibdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xalq so'z sahifasida futbol haqidagi suhbatlarimiz davom etadi. Bugun O'zbekiston Superligasining 10 va 9 o'yinlariga, shuningdek 11 o'yinlarining markaziy o'yinlariga to'xtalib o'tmoqchimiz. Shu sababli doimiy ekspertimiz Ulug'bek Mirzayevni studiyamizga taklif qilganmiz. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Rahmat. Mana navbatdagi uchrashuvimiz, navbatdagi tahlillar hammasi xudo xolasa chiroyli o'tadi degan umiddaman. Ulug'bek aka, ortda qolgan 2 turda bir qator qiziqarli o'yinlar, kutilmagan natijalarga guvoh bo'ldik. Bevosita Bunyodkor stadionida 2 o'yin bo'lib o'tdi va dastlabki o'yinda Andijon jamoasiga katta ustunlik bilan imkoniyatni boy bergan Bunyodkor keyinchalik Andijonni mag'lub etgan Navbahorni mag'lub etishni uddaladi. Ushbu 2 o'yin haqida to'xtalsak avvaldan. Dastlab aytib o'tib ketish kerakki, bu yil Bunyodkor jamoasining ishtiroki juda bir turli ranglarga, jamoaning faoliyatini turli ranglarda ketyapti. Aytaylik, moliyalashtirish tomonidan agarda ko'proq qora, kulrang ranglar bo'lsa, natija tomonidan yoki o'yin tomonidan murabbiylarda o'z ishiga, futbolchilarda o'z ishiga bo'lgan munosabatda juda boshqa har qanday klubga namuna sifatida ko'rsatishi mumkin. Mana bejizga emas, 10 ta tur ortda qoldi. Bunyodkor 10-turdan so'ng Navbahorda mag'lubiyatga uchratib, o'zaro o'yinlarga nisbatan ko'ra 3-pog'onani egallab turibdi. Bu o'ylaymanki, Bunyodkordagi hozirgi holat, hozirgi muhit, moliyaviy qiyinchiliklardan kelib chiqib juda a'lo natija deb hisoblayman. Ayniqsa Osiyo futbol konfederatsiyasining professional futbol qo'mitasining so'nggi yig'ilishi va so'nggi qarori juda ko'pchilikni xursand qildi. Ya'ni elit Chempionlar Ligasini kengayishini evaziga, ya'ni har bir hududda oldin 12 tadan 2 ta mintaqada jamoa qatnashardi va 16 taga yetkazilishi va buning natijasida O'zbekistondan juda ozda, endi masalan 16 ta Superliga jamoasi uchun 1+1 ko'rinishidagi yo'llanmalar juda oz edi. Mana yaxshiki, hozir endi chempionimiz elit Chempionlar Ligasida, ya'ni Neftchi jamoasi kubok sohibi Paxtakor saralash o'yinida elit Chempionlar Ligasini va 3-o'rinda olgan Nasaf jamoasi Chempionlar Ligasining 2-musobaqasida guruh bosqichida qatnashadigan bo'ldi. Hatto Paxtakor jamoasi elit Chempionlar Ligasining saralashini muvaffaqiyatli o'tkaza olmasa ham, 2-darajali Chempionlar Ligasida, ya'ni o'tgan yili Paxtakor kubokni qo'lga kiritganda xayolan Chempionlar Ligasining 2-musobaqasida qatnashishni rejalashtirganda, ya'ni hech qanaqa xafagarchilik bo'lishi kerak emas bundan. Bitta jamoamiz elit Chempionlar Ligasi va 2 ta jamoamiz kafolatlangan o'ringa ega 2-Chempionlar Ligasi. Bu juda yaxshi deb o'ylayman. 3-o'ringa bo'lgan Superligamiz deb kurashni qizitib yuboradi. Mana hozir shu aynan qizigan holatda Bunyodkor 19 ochko, Navbahor 19 ochko, ularni ketidan ketayotgan masalan Buxoro jamoasi to'g'ri musobaqa davomida yil oxirigacha bu tempni ushlab turish qiyin bo'lishi mumkin, lekin temp olib kelayotgan jamoa bor, OKMK jamoasi. Shuning uchun Andijon mana yaxshi tempni kuchaytiryapti, tezlikni oshiryapti. Ya'ni so'nggi 3 o'yinda 7 ochko qo'lga kiritildi. Qo'qonda durang natija qayd etildi. So'ngra juda ajoyib tarzda Bunyodkorni mag'lubiyatga uchratdi mehmonda va o'z maydonida oxirgi o'yinda Dinamo jamoasini, ya'ni irodali g'alabaga 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchratib, 2 ta to'p kiritdi. 2 daqiqa ichida jamoa mag'lubiyatni g'alabaga aylantira oldi. Bunyodkor jamoasiga ko'proq hozir savolingizdan kelib chiqib to'xtaladigan bo'lsak, Bunyodkor jamoasida hozir aytaylik yomon ishtirok etmayapti, yaxshi ishtirok etyapti, lekin afsuski bu ishtirok mavsumning ikkinchi qismida bo'ladimi, yo'qmi, bu katta so'roq ostida. Misol uchun, mendagi ma'lumotlarga ko'ra, jamoa rahbariyati, jamoa murabbiyi shu darajada yo'l tutishga majbur bo'lishyaptiki,
mana hozir Qo'qonga boradi jamoa. Qo'qonga borib 11-tur uchrashuvni o'tkazadi va shundan so'ng kubok o'yinlari bor. 3 ta guruh bosqichida 3 ta kubok o'yinlari bor va shundan so'ng katta tanaffusga jahon chempionati munosabati bilan Super Ligamiz va Pro Ligamiz ham katta tanaffusga chiqadi. Shu tanaffusga chiqayotib futbolchilarga e'lon qilingan, ya'ni moliyaviy muammolar tufayli agarda kimdaki yaxshiroq taklifga ega bo'lsa, bemalol jamoani tark eta olsin. Biz jamoada futbolchilarni ushlab tura olmaymiz bundan keyin deb rahbariyat e'lon qilgan. Hatto bu endi achinarli holat. Hozirgi jamlangan tarkib deyarli 90-80% boshqa jamoalarga o'tib ketishini, ya'ni Bunyodkorda hozirgi tarkibdagi futbolchilar boshqa jamoalar bajondir qo'lga kiritishadi. Albatta, agarki moliyaviy imkoniyatlari yo'l qo'ysa yoki Neftchi, Navbahordagi jamoalarda o'yinchilar joylari deyarli to'l bo'lgan, kimdaki ham moliyaviy imkoniyati bo'lsa ham o'sha futbolchilarga joy topa olsa o'z tarkibidan. Va yana bundan ham achinarli holati, kubok o'yinlariga ham hatto asosiy jamoa futbolchilarini jalb qilmoqchi emas. Bemalol kubok o'yinlaridan oldin ham jamoani tark etishlari mumkin. Kubok uchrashuvlariga biz o'rinbosarlar jamoasini qo'ymoqchimiz degan shunaqa qaror bo'lib turibdi. Shunaqa shabodalar esyapti. Bu yaxshi emas. Shuning uchun Bunyodkorda masalasini mana aytib o'tdik. Orada yana chunki Bunyodkor o'ynagan ikki jamoa Navbahor oxirgi turda Navbahorga mag'lubiyatga uchratdi, undan oldin Andijon. Ya'ni Andijonni ham aytib o'tdik, yaxshi tezligi oldi. Jamoa Islom Ahmedov boshchiligida burilish yasay oldi. Menimcha Andijon murabbiyni ham topdi. Ham futbolchilar ham shu murabbiy bilan to'g'ri til topishdi. Yana bitta bu Andijon jamoasini Islom Ahmedov kelishi bilan o'zgarish bo'lib ketganini bir siri deb aytamizmi yoki bir turtki deymizmi, asos deymizmi? Samuel Babayan ishlayotgan paytda biz ko'ryaptidikki, muayyan belgilangan 13-14 futbolchi bor ediki, ulardan tashqari tarkibda Samuel Babayan hech kimni ko'rmayotgan edi. Ya'ni juda ko'p tajribali o'yinchilar ham jamoadan shartnomasi bo'lib boshqa jamoalarga ketishni xohlamaganligi uchun, masalan, ulardan biri kim? Sardor Azimovni aytamiz. Sardor Azimov boshqa jamoalar bilan muzokara qildi, lekin Andijon jamoasidan yaxshigina shartnomasi borligi uchun qanchadir mablag'ga kelishib, keyin ketishi mumkinligini aytganda, yo'q, senga hech qanday mablag' bermaymiz. Jamoadan shunchaki ketsang ket boshqa jamoaga, agarda mablag' talab qilsang, yo'q, qo'yib yubormaymiz deb, o'rinbosarlar bor jamoasida bo'lsa ham o'ynaysan deb, shu Sardor Azimovdek Super Ligada o'ynashi mumkin yoki Pro Ligani har qanday yetakchi jamoasini bezashi mumkin bo'lgan futbolchi Babayan paytda mahkum bo'ldiki, majbur bo'ldiki, o'rinbosarlar tarkibida o'ynashga. Bunday futbolchilardan Abduvohid G'ulomni aytishimiz mumkin, masalan, asosiy tarkib o'yinchisi. Yana boshqa bir qator futbolchilar bor. Shuni evaziga Andijon jamoasi o'rinbosarlari ham yaxshi qatnashdi musobaqada. Birinchi, ikkinchi pog'onalarga kurashib ketishdi, kurashyapti. Shuning uchun o'rinbosar natijasi shu tomondan ham yaxshi bo'ldi. Lekin Islom Ahmedov kelgandan keyin bu belgilangan qolipni olib tashladi. Ya'ni faqat 13-14 ta futbolchi tanlangan o'yinchilar emas, boshqa kimlarni qo'yishi mumkin? Hozir qarang, tarkibda biroz o'zgarish bo'ldi, rang-baranglik, ya'ni boshqa futbolchilar ham seza boshlashdiki, biz ham tarkibda maydonga tushishimiz mumkin. Biz ham bemalol Damir Temirovni olaylik. Damir Terimov Babayan paytda o'ynamalari juda zaxira o'rindig'ida juda kam bo'ldi. Hozir Damir Temirovga mana imkoniyat berilyapti. Hal qiluvchi golni kiritdi. Dinamo darvozasiga g'alaba to'pini kiritdi. Ya'ni bu narsalarni mana Usmon Aliyev ko'proq zaxiradan tushyapti. Endi Usmon Aliyevga dastlabki daqiqalarda o'ynash imkoniyati berildi. Ya'ni Islom Ahmedov kelgandan keyin Andijon jamoasi tarkibida biroz kengaytirish, ya'ni barcha yig'ilgan futbolchilarga imkoniyat borligi, hammasiga imkoniyat beramiz degan ishonchni Islom Ahmedov futbolchilarga singdira oldi va jamoada biroz ruhiyat oshdi. Shundan keyin shu ruhiyat evaziga jamoadan kutilgan mana natijalarni ko'rsata boshladi. Ya'ni Babayan bilan Ahmedov to'g'ri farqini shu bilan tushuntirsa bo'ladi. Bundan tashqari mendagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha 13 ta 14 ta tanlab olingan futbolchi mashg'ulotlarda alohida Babayan paytda ishtirok etardi. Qolgan futbolchilarga e'tibor kam edi. Ular ruhan jamoada ya'ni sinishgan deb aytsak bo'ladi. Ularga e'tibor kam, o'zlari mashg'ulotda va qandaydir boshqa jamoa sifatida maydonda ikkinchi yarmida shug'ullanishganda va jamoadagi ichki muhitga bu narsa ta'sir qilganligini haqida ma'lumotlar bor. Chunki futbolchilar bilan gaplashib turamiz, nima bo'lyapti deb baribir jon kuydiramiz jamoa uchun. Shunday
Buildek jamoasi 3-likka kirish kerak bo'lgan jamoa nima sababdan bunaqa mag'lubiyatga uchradi deb shu sabablar bo'lgan. Hozir Islom Ahmedov bosh murabbiy bo'lib tayinlanishi bilan jamoada ichki muhit yaxshi tomonga o'zgardi, jamoada ruhiyat o'zgardi va mana natijalar kela boshladi. Boya aytib o'tdingiz, Andijon jamoasi bosh murabbiyini topdi deb. Erta emasmikin bu fikrga? Endi hozircha erta, to'g'ri aytyapsiz, men qo'shniman fikringizga erta. Ya'ni hozir aytaylik Andijon Xorazmga boradi. Albatta. Ya'ni Xorazm jamoasi mavsumni yaxshi boshladi, lekin Andijonda hozirgi tarkibi, o'ziga kelib olganligi, Bunyodkorda safarda mag'lubiyatga uchrata olganligi, o'z maydonida Dinamoni mag'lubiyatga uchratib yenga olganligidan kelib chiqsak, men shu taxminlar qildimda, bo'lajak o'yinlar bo'yicha ham hozir Andijon ketma-ket 3-g'alabasini ham qo'lga kiritishi mumkin. Ketma-ket 3-g'alabasini qo'lga kiritishi mumkin. Mana shu o'yindan keyin bir dastlabki yaxshi xulosamizni qilsak bo'ladi. Menimcha hozir bilasizmi, to'g'ri Islom Ahmedov yosh murabbiy, tajribasi mana endi 3 ta o'yin bo'ldi, Superligada 3 tagina o'yin o'tkazdi. Lekin tarkibdagi futbolchilarning salohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, futbolchilar Islom Ahmedovga yordam berishyapti. Obro'si, avtoriteti oshib borishiga bosh murabbiy sifatida Islom Ahmedov futbolchilardagi aytganimizdek belgilab qo'yilgan bir qandaydir qolipni, ya'ni bir belgilab olingan panjaralar deydimi, buzib tashladi. Ko'p futbolchilarga imkoniyat bo'ldi. Ya'ni murabbiylar shtabi va futbolchilarning uyg'unligi evaziga hozir Andijon jamoasining natijalari juda ham yaxshilanishi mumkin. Ya'ni Xorazmda o'yinda g'alaba qozonadigan bo'lsa jamoa, menimcha o'sha mavsumning boshida aytilgan 3-likka harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Lekin endi to'g'ri juda qiyin bo'ladi. Juda ko'p ochkolar, qimmatli ochkolar yo'qotib yuborildi. Ammo Islom Ahmedov kelgandan so'ng turnir jadvalini aytaylik, dastlabki 7 ta birinchidan 7-turgacha olib tashlab 8-turdan boshlangan natijalarni hisobga olsak, menimcha Andijon jamoasi o'sha 3-likka kira oladi. O'sha 3-likka, lekin o'sha Babayan paytda yo'qotilgan ochkolar Andijon jamoasini oyog'idan tortib qolib, hozirgi tezlikda ham jamoa shu 5-6-o'rinlarga umid qilsa bo'ladi, 5-6-o'rinlarga. Lekin Islom Ahmedov davridan hisoblanadigan ochkolar bo'yicha o'sha 8-turdan aytaylik 30-turgacha bo'lgan kesimni hisoblaganimizda menimcha Andijon jamoasi 3-likka kirishni uddalay olishi mumkin. Ya'ni to'g'ri erta, hali mavsum juda uzun, hali oldinda mana yana 20 ta tur uchrashuvlari bor, lekin dastlabki mendagi taassurotlar, murabbiylar va futbolchilarning uyg'unligi Andijon jamoasida menimcha mana Xorazmda ham yomon natija bo'lmasa kerak. Endi Neftchi jamoasi haqida fikr bildirmoqchi edim. Neftchi jamoasi Xorazm maydonidan g'alaba bilan qaytdi. Bilamiz, Xorazm jamoasining maydoni sun'iy qoplamali va sun'iy qoplamali maydonlarda o'ynash o'zbekistonlik futbolchilar uchun birmuncha noqulay ekan va ba'zi bir terma jamoamiz futbolchilariga sun'iy qoplamali maydonda o'ynamaslik bo'yicha shifokorning tavsiyalari ham mavjud ekan. Ushbu jamoani ham Neftchi safarda mag'lub etishni uddaladi va o'tgan turda endi Qo'qon jamoasini Farg'ona derbisida 4-0 hisobda mag'lubiyatga uchratyapti. Endi savol kelyapti, yana Neftchi jamoasi Paxtakordan boshqa raqiblarga qarshi o'yinlarda ochko yo'qotish ehtimoli bormikin? Mana shunday tarkib bilan. Neftchi jamoasi haqida gapirganimizda albatta Neftchini Paxtakor bilan solishtirib shu holatda gapirishimiz kerak, chunki hozir Neftchiga mana Navbahorda so'nggi uchrashuvdagi mag'lubiyati, Navbahorda undan oldingi Buxoroga mag'lubiyatga uchragani, Qo'qonga mag'lubiyatga uchragani kutilmaganda o'yinlarda shuni ko'rsatyaptiki, bizda hozir Neftchiga, mana mavsumni boshida ham siz bilan suhbatlarimizda aytgandik, Neftchi bilan Paxtakor ikkalasi ajralib turibdi chempionlik uchun. Neftchida biroz imkoniyat yuqoriroq degan edik, ozroq imkoniyat yuqoriroq degan edik. Ya'ni nimaga? Tarkibida har qanday rotatsiyalar qilishga imkoniyat kengroq. Islombek Ismoilovda mana shu narsani ko'ryapsiz. Hozir 2 ochko oldinda turibdi. Neft jamoasi 27 ga 25 bo'lib turibdi ochkolar 11-tur o'yinlaridan oldin. Endi Neftchi jamoasidan baribir boshqa jamoalar ham ochko tortib olishadi. Bu aytaylik tan olib aytish kerak. Paxtakor mag'lubiyatga uchrata oldi. Qolgan 9 uchrashuvda Neftchi g'alaba qozondi. Lekin baribir 24 tur davomida aytaylik Nasaf misol uchun Navbahor, Andijonda hozirgi masalan tezligida oshirib borayotgan o'yin, OKMK mana hozir OKMK bilan o'yin qiyin uchrashuv kutib turibdi Neftchini. Qaysidir o'yinlarda durang natija qayd etilishi mumkin. Yana ikkinchi duranglar ham bo'lishi mumkin. Mana hozir OKMK hozir yana bir Andijonga o'xshab tezligini oshirgan, o'z o'yinini topib ola olgan, ya'ni Mirjalol Qosimov nihoyat futbolchilarda shu darajaga olib chiqa oldiki, mana Nodir Abdurazzoqov o'zini ko'rsata boshladi. Bu futbolchidan OKMK jamoasi juda ko'p
umidlari katta. Ya'ni Nodirbek Abdurazzoqov ham terma jamoamiz eshigini taqillatib turibdi, terma jamoaga kiraman deb, ham o'zi uchun o'sish kerak, ham oxirgi yillarda o'rgatib qo'ydiki, jamoaga kerakli vaziyatlarda gollar kirish. Hatto aytaylik, jamoa undan oldingi 9-turda durang o'ynadi Dinamo jamoasi bilan. Shu o'yinda 90+ daqiqalarda Nodir Abdurazzoqov g'alaba ham keltirishi mumkin edi. Juda ham yaqin masofadan, 6 metrlik masofadan darvozani nishonga ola olmay qoldi. Ya'ni Nodir Abdurazzoqovdan kutilgan natijani u keyingi o'yinda mana Lokomotiv bilan o'yinda bera oldi, misol uchun. Shuning uchun aytishim mumkinki, Neftchida ham yo'qotishlar bo'ladi, baribir yo'qotishsiz iloji yo'q, lekin baribir Neftchidan ko'ra Paxtakorda yo'qotish ko'proq bo'ladiganga o'xshayapti. Ya'ni Navbahorga mag'lubiyatni ko'rdik Paxtakordan, yoki mana Nasaf bilan durangni ko'rdik. Shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, Neftchini baribir esingizda bo'lsa aytgandiki, shu birinchi pog'onadan endi Neftchi tushmasa kerak dedik. To'g'ri, o'zaro o'yinlarga ko'ra Paxtakor mag'lubiyatga uchratib tushirib turdi, lekin ochkolar jihatiga Neftchi pastlab ketmadi. Birinchi, ikkinchi o'rinda bo'lishib turishdi Paxtakor bilan. Lekin Neftchi favorit. Shuning uchun qayerdadir ochko yo'qotish mumkin, qayerdadir qiylanib zo'rg'a bir to'p farqi bilan g'alaba qozonish mumkin, lekin Neftchida o'sha yaxshi, ya'ni Chempionlar Ligasiga ham tayyorgarlik yaxshi deb aytish mumkin. Ya'ni tarkibda hatto Stipe Peripsani bemalol zaxiraga qo'yib ushlab turibdi, qo'rqmayapti Islombek Ismoilov. Ya'ni Peripsa bo'lmasa Marushich bor, Marushich bo'lmasa yana boshqa hujumchilar yordami kelyapti. Jokic yordami kelyapti, bo'lmasa agarda hujumchilarning ishi yurishmagan paytlarda eng g'alaba to'pini kiritib ketyapti kerakli vaziyatlarda. Shuning uchun tarkibda rotatsiya qilishga imkoniyat kengligi Neftchini favorit deb boshidayoq biz aytganmiz. Shuning uchun hozir ham shu fikrda qolaman. Neftchidan ochko tortib oladigan jamoalarni sanab o'tdik. Nasaf, Navbahor, OKMK misol uchun mana hozir navbatdagi tur boshlanyapti. Shu boshlanadigan turdayoq ochko ham yo'qotishi mumkin. Qani ko'ramiz. OKMK qarshiligidan Neftchi qay yo'sinda yenga oladi. Agarda bu vaziyatdan ham chiqib ketsa, demak Neftchida hammasi a'lo darajadaligini ko'ramiz. Agarda OKMK qandaydir jang taklif qila olib, jang bera olsa Neftchiga, demak Neftchida ham kim boshqa o'yinlarda yana ochko yo'qotishini ehtimoli bor ekan-ku deb o'zimiz amalda ko'rishimiz mumkin. Juda ham qiziq OKMK Neftchi o'yini 11-turning eng qiziqarli uchrashuvi deb aytish mumkin. Tushunarli. Kuni kecha Professional futbol ligasini Telegram kanalida bir ma'lumot chiqdi. Ya'ni jamoalarning 2 yildagi starti. 2025-yildagi dastlabki 10 ta tur va 26-yilgi dastlabki 10 ta tur. Shundan aniq ko'rinyaptiki, Buxoro jamoasida o'tgan yilga nisbatan yaxshigina o'sish ko'zda tutilgan. Jamoa hozirda top o'rinlarda yuribdi. O'tgan yili oxiridan 2-o'rinda adashmasam 10-turdan keyin. Va aynan mana shu jamoaning oxirgi 2 o'yiniga to'xtalsak endi. Bu haqiqatda Buxoro jamoasi bu yilgi mavsumdagi eng kashfiyot jamoalardan biri deb aytishim mumkin. O'tgan yili Superligadagi o'rnini bazo'r eng mavsumning eng so'nggi uchrashuvi, ya'ni Orol jamoasi bilan, uchrashguncha Sog'diyona 2 ta play-off o'yinini o'tkazdi. Xorazmga 2-chi play-off o'yinida o'z maydonida mag'lubiyatga uchradi. Undan oldin Mashal jamoasi bilan penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchradi Muborakda. Ya'ni 3-chi o'yindaki Orol jamoasini minimal hisobda 1-0 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Bazo'r eng zo'r joyini bazo'r saqlab qo'ygan jamoa Buxoro edi. Ya'ni Aleksandr Xamikovning jamoaga kelishi o'tgan yil oxirida vaziyatni o'nglay oldi, jamoani olib qola oldi Xamikov va bu yil tarkibni yaxshi shakllantirgani yaqqol ko'rinib turibdi. Mahalliy futbolchilar, yosh futbolchilar juda yaxshi sport formasida, undan tashqari olingan legionerlar o'zini yaxshi tomondan ko'rsatishyapti va Buxoro shahdam qadamlari bilan chempionatda hatto 1-2 dastlabki 4 ta turda liderlar bilan bir xil ochko bilan ketayotdi. Hozir esa mana 5-o'rinda, lekin o'ylaymanki 5-o'rin bo'ladimi, 6mi, 7mi yana 1-2 pog'ona pastlaydi va Buxoro uchun bu yilgi mavsum muvaffaqiyatli deb hozirdan aytishim mumkin. Chunki jamoa endi aytaylik Dinamo, Sog'diyona jamoalari sifatida kutilmaganda Qo'qon jamoalari sifatida turning jadvalining oxirida emas, ya'ni yaqqol o'zgarish qila oldi o'z faoliyatida. Shuning uchun Buxoroga respekt, maqtovlar, ayniqsa Aleksandr Xamikovga. O'ylaymanki, Buxoro jamoasi hali o'zini shu nima deydi, ehtiyotkorona taktikasi evaziga birinchi navbatda darvoza daxlsizligini, himoyani ushlab turish va qarshi hujumlarga tayangan taktikasi evaziga hali ko'p ochkolar yig'adi deb o'ylayman. Ya'ni Buxoroda o'zini taktikasi bor murabbiydi. Juda ham ehtiyotkorlik, qanday qilib raqibni to'xtatib qolish, raqibni hujumini maydon markazidayoq hujum qilishga bermaslik
va ko'ryapmizki Sherzod Esonovda juda yaxshi sport formasiga kelib qolganligi, jamoani ortidan yetaklayapti, qiyin vaziyatlarda jamoa joniga aro kiryapti, kerakli gollarni uryapti. Shuning uchun Xamikov juda Andijondan o'ynatgandan yaxshi biladi. Bu o'yinchiga stavka qilgani yaxshi bo'lgan. Ya'ni mana Sherzod Esonov o'zini oqlayapti. Hisoblasak, ketma-ket oxirgi 3 o'yinlardan beri Esonov 3-4 o'yindan beri jamoaga juda katta effekt keltiryapti. Shuning uchun Buxoroda Xamikov juda yaxshi biladi, qaysi o'yinchini qaysi pozitsiyaga va qaysi daqiqada qo'yishdi. Shuning uchun Buxoroni ko'proq muvaffaqiyatiga sabab o'ylaymanki murabbiylar shtabining imzosi ko'rinib turibdi. Tushunarli. Qishki tanaffusdan keyin shunaqa holat ko'rdikki, barcha klublarimizda moliyaviy muammolar yuzaga keldi. Faqat Vodiy klublari bundan mustasno va yana bitta klub bu Paxtakor edi. Ya'ni moliyaviy jihatdan qiynalmayasdan o'tish bosqichdan deb aytishimiz mumkin. Qishki transferlar oynasida qator futbolchilarni o'z tarkibiga qo'shib oldi. Lekin so'nggi 2 o'yiniga qaraydigan bo'lsak, Buxoro jamoasi bilan safarda juda qiyin g'alabani qo'lga kiritdi. Hattoki mahalliy muxlislar o'sha jamoa futbolchilari juda ko'p vaqt cho'zishganidan norozi bo'lgan paytini ko'rdik. Undan tashqari mana o'tgan turda endi birmuncha kuchsizlanib qolgan, qator o'yinlarda g'alaba qozona olmagan Nasaf jamoasi bilan o'z maydonida durang o'ynadi. Paxtakor jamoasiga nima bo'lyapti ayni vaqtda? Endi Paxtakor jamoasida ham vaziyat menimcha ancha barqaror. Nasaf jamoasi bilan o'yinga keladigan bo'lsa, 2 marta hisobda oldinda bordi Paxtakor jamoasi, lekin Nasafda ham hozir orqaga yo'l qolmadi. Shuning evaziga mana Bobur Abduxoliqov o'ziga kela boshladi. Mana so'nggi daqiqalarda har qanday penalti bir tortishuvli vaziyatda Flamarion ijro etgan penaltiga qaramasdan jamoa ruhan sinib qolmadi va keyingi javob hujumidayoq darvozabon boshlab bergan darvozabondan boshlandi. Darvozabon boshqa hech qanday variant yo'q edi. Ya'ni olis masofadan to'pni Paxtakor jarima maydoniga uzatdi. U yerda Nasaf jamoasining o'yinchisi Abduxoliqovga bosh bilan to'pni uzatdi. Ya'ni bu yerda ko'proq Paxtakor jamoasini himoyachilarning konsentratsiyasini yo'qotgani bilan bu g'alaba qo'ldan chiqarildi deb o'ylayman. Boisi tayyor g'alaba edi. Agarda shu hujumni bartaraf eta olsa, menimcha uchrashuv yakunlanardi. Bu yerda tasavvur qiling, darvozabon to'pni uzatyapti, skidka bo'lyapti bosh bilan va himoyachilar bo'sh qoldirishyapti. Abduxoliqov darvozabon ustidan to'pni oshirib qo'yapti. Ya'ni bu yerda quvvat ham ishtimol qila olmay qoldi. Hech qanday ya'ni haqiqiy himoyani bu yerda konsentratsiyani yo'qotganligi, ya'ni himoyaga ko'pchilik bo'lib kelib olish kerak edi. Paxtakor futbolchilari bu yerda ozchilikni tashkil qilishdi va darvozabon ham yo chiqish kerak edi ertaroq yoki darvozada qolish kerak edi menimcha. Demoqchimanki, Paxtakorga mana shu kichkina hozir detalda aytib o'tdik, nima yetishmayapti Paxtakorga deganingiz, ya'ni ma'lum jihatda biz bilamiz Paxtakor jamoasining himoya chizig'i hozir yangitdan tashkil qilindi. Yosh o'yinchilar bor. Shuning uchun Paxtakorda aytaylik yarim himoyasida Dostonbek Hamdamov, Flamarion juda kuchli o'yinchilar bor. Sobir Xo'jayev masalan, hujum chizig'i ham mana hatto polshalik o'yinchi bilan kuchaytirildi. Mavsumda yaxshi boshladi. Hozir biroz unda ko'zga ko'rinmayapti. Darvozabon ikkita teng huquqli, teng kuchli darvozabonlar bor. Nazarov, Quvvatov. Asosiy himoyasida yetishmayotgan muammo Paxtakorning himoyasida deb o'ylayman. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p o'yinlarda baribir o'sha hujumchilar, yarim himoyachilarni faol bo'lyapti, to'p kiritishyapti, lekin qanchalik qiynalib to'p kiritsa, shunchalik osonlik bilan o'tkazib yuborayotgan holatlarni ko'ryapmiz-da. Ya'ni tasavvur qiling, 90 plus daqiqada penaltidan hisobda yana oldinga chiqib olyapti Paxtakor va konsentratsiyani ushlab turish kerak bo'lganda, aynan himoya o'zini ko'rsatish kerak bo'lgan vaziyatlarda himoya javob to'pini qo'yib olyapti. Mana shu kichik detallar ko'p narsani hal qilyapti. Shunga hozir himoya chizig'ida menimcha balki Paxtakorga o'zi to'g'risi himoyaga bu yil legioner kelishini kutgan edik, kuchli himoyachi kelishini kutgan edik, lekin ko'proq hujum chizig'iga e'tibor berildi, lekin himoya mahalliy yoshlar berildi, bunga imkoniyat berildi. Bu bir tomondan terma jamoamiz uchun o'yinchilar o'syapti, bu yaxshi. Lekin Paxtakorda chempionlik vazifasini qo'yishda o'ylaymanki, himoya chizig'ini hozir kuchaytirish kerak. Shu yetishmayotgan jihat himoya chizig'idan qidirish kerak deb o'ylayman Kamoliddin Tojiyevga. 8-tur yakunida juda ko'pchilik Paxtakor va Neftchi jamoasi qatorida yana bir jamoani, Navbahor jamoasini e'tirof etishni boshlayotgandi. 3-o'rin uchun asosiy da'vogar sifatida. Lekin jamoa 9-turda Olimpiya stadionida kechgan bahsda durang o'ynadi Sug'diyona jamoasi bilan va 10-turda kutilmaganda Bunyodkor maydonida mag'lubiyatga uchradi va mana shu o'yindan so'ng bilishimcha
aynan kiyinish xonasida 1 soat majlis bo'lgan. Navbahor jamoasi shtabi o'sha yerda futbolchilar va murabbiylar shtabi yana kimlar bo'lgan bilmayman. 1 soat mobaynida o'yindan keyin yig'ilish qilishgan o'zaro. Ushbu jamoaga nima bo'lyapti ayni vaqtda? Navbahor eng imkoniyati keng jamoalardan hozirgi kunda. Ya'ni Neftchini aytyapmiz, Paxtakorni aytyapmiz, lekin Navbahorda byudjeti hozir bulardan qolishmaydi. Hamma imkoniyatlar muhayyo qilingan, hatto mukofot pullarini kiyim almashtirish xonasida o'yindan keyin berishga tayyor imkoniyatlar bor. Boshqa jamoalarda mablag' qiyinchiligiga qaramasdan Navbahorda hammasi yaxshi. Endi tan olish kerak, Timur Kapadze ham jamoani ko'p pozitsiyalarni almashtirdi. Birgalikda endi to'p surishayotgan futbolchilar bor. O'tgan yil ko'proq braziliyalik legionerlarga tayangan bo'lsa, bu yil ko'proq Kapadze qo'lasidagi Olimpiya terma jamoasidagi o'yinchilarga tayinlayapti. Misol uchun mana Ruslanbek Jiyanovdan juda ko'p kutilmalar bo'lyapti. Qaysidir o'yinlarda qilyapti. Shu Navbahorda o'yini Jiyanovga oldingi chiziqdagi hujumdagi o'yinlar Jiyanovga bog'lanib qolgandek. Ya'ni Jiyanovda ishlari yurishib, to'p kiritgan, Jiyanov faol o'yinlarda Navbahor g'alaba qozonyapti. Jiyanovda o'yini chiqmay qolayotgan o'yinlarda Navbahor ochko yo'qotyapti. Ya'ni oxirgi o'yindan bevosita ko'radigan bo'lsangiz, juda ko'p braklar ko'rdik Jiyanov ijrosida. Ya'ni o'ziga o'zi o'xshamadi. Hatto o'zi ham o'yinni tahlil qilsa, o'yinidan norozi bo'lgan bo'lsa kerak. Juda ko'p holatlarda, to'p uzatishlarda yoki boshqa unga to'p kelishlarda Jiyanovda ko'p braklar bo'ldi. Endi Navbahor jamoasidan baribir shuni kutish kerakki, hozir birdaniga Paxtakor va Neftchi jamoalariga raqobat ko'rsatish qiyinligini mana Paxtakorda mag'lubiyatga uchratdi, lekin boshqa kutilmagan o'yinlarda ochko yo'qotyapti. Shuning evaziga yilni boshida esingizda bo'lsa biz aytganimizdek ham, agarda Navbahor jamoasi 3-likka kira olsa, bu yaxshi muvaffaqiyat bo'ladi deb, hozir endi 3-likka kirishga mana Bunyodkordek raqobatchi paydo bo'ldi desak, Bunyodkorda mana ko'rsatuvni boshida aytilgan voqealar, shuning uchun Navbahor menimcha 3-o'ringa eng asosiy favorit deb aytish mumkin baribir. Ya'ni hozirgi muammolarda Navbahor jamoasi Timur Kapadze baribir yenga oladi. Shuning uchun 3-o'rinda olishga eng asosiy favorit. Lekin asosan menimcha ko'proq psixologiya bilan bog'liq. Tarkib juda mukammal. Bir hamma pozitsiyalarda raqobat bor, darvozabonda ham, himoyada ham, yarim himoyada ham, hujumda ham faqatgina ozgina vaqt kerak. Endi mana 10 ta tur o'tdi, ortda qoldi. Bu vaqt menimcha yetarli bo'ldi 10 ta turda. Endi bu yog'iga mana tanaffusda, ya'ni yozgi tanaffusda jamoa bu bo'yicha ishlaydi. Asosan menimcha psixologik tomondan futbolchilar bilan Kapadze hamma narsani yo'lga qo'yib olsa, menimcha muammo bo'lmaydi Navbahorda. Mavsum oldidan Samarqandning Dinamo jamoasidan ham juda ko'p narsalar kutilgandi, lekin mavsumning birinchi to'ridan boshlab kutilmagan natijalar va buni orqada keyinchalik Vadim Abramov aytib o'tdiki, moliyaviy muammolar turganligi haqida. O'tgan to'rda jamoa Andijon maydonida safar uyushtirib kambek qurboni bo'ldi va o'yindan so'ng urugvaylik futbolchi Mauro Brazil o'yindan oldin tark etganligi haqida jamoani xabarlar chiqib ketdi. Dinamoning keyingi taqdiri qanday bo'larkin? Dinamo haqiqatda qiyin vaziyatda. Dinamo kabi So'g'diyonni ham aytsak bo'ladi. So'g'diyonning moliyaviy imkoniyatlari yaxshiroq, lekin jamoa mavsumda ikkita mavsumda ham yaxshi, oxirgi mavsumlarda yaxshi start qila olmayapti. O'sha ikkita yilni boshidagi startlarni mana solishtirganda ikkalasida ham So'g'diyoni bor. Dinamo jamoasi haqiqatda moliyaviy qiyinchiliklarda aytilyapti. Undan oldin Xislat Halilov ham jamoani tark etgani aytilyapti. Faqatgina urugvaylik legioner emas. Ya'ni Dinamo turnir jadvaliga qaraydigan bo'lsak, bir Superligamiz yana ham bir kuchayganini men aytishim mumkin. Hozir ligada jon saqlab qolish uchun Mashal yaqqol outsider bo'lib qoldi. 10 ta uchrashuvda birorta ochko jamg'a ololmaslik, hatto muborakliklar ham o'zlari hayron, qayerda xato ketgan. Endi demak, asosan seleksiya ishlarida bo'lgan bo'ladi, chunki jamoa kuchli futbolchilar bilan boyish kerak edi. Mana Xorazmni qarang, Lokomotivni qarang. Lokomotiv Superligaga chiqdi, qiyin bo'ladi deyilgan holatda, lekin seleksiyani yaxshi qildi. Hozir bemalol ishtirok etyapti. Xorazm jamoasi ham bemalol ishtirok etyapti. Xorazm, Buxoro, Lokomotiv jamoalari outsiderlar qatorini bemalol tark eta olishdi, lekin bu yerga tushib qolgan jamoalarni qarang. Qo'qon, Dinamo Samarqand, So'g'diyoni. Shuning uchun hozir bularga yana doimiy shu zonada yuradigan jamoalar Surxon, Qizilqumni qo'shadigan bo'lsak,
pastki o'rinlar uchun kurash juda jiddiy bo'ladi. Play-off o'yinlarida tushib qolmaslik uchun balki So'g'diyona tushib qolar, balki Dinamo tushib qolar, bilib bo'lmaydi. Bu degani juda liga yaxshi rivojlanyapti deb aytish mumkin. Kurash juda ham qizyapti deb aytish mumkin. Endi Dinamo jamoasining taqdiri nima bo'ladi? Baribir hozirgi holatda ketishida shu Mashal babi 16-o'rinda xuddi o'tgan sho'rtan chiqib keta olmagandek, Mashal xuddi sho'rtandek ko'rinyapti. Chiqib ketish qiyin bo'lsa kerak. Juda ham qiyin. Chunki 0 ochkodan birdaniga ochko borish juda qiyin. Lekin Dinamoning taqdiri shu play-off o'yinlarida tushib qolmaslik bo'yicha kurashadi. Vaziyatni o'ylayman desa, So'g'diyona ham vaziyatni o'ylayapti hozir. Qo'qonning tarkibi ham mana Tabatadze, Nimeli va boshqa Siddiqov, Gadoyev shunaqa futbolchilar bor, tajribali. Demoqchimanki, Dinamo baribir shu vaziyatdan chiqib ketish endi qiyin bo'ladi. Shu pastki o'rinlarda, ya'ni play-off 12-chi, 13-chi, 14-chi, 15-chi o'rinlar, 4 ta o'rin play-off o'yinlarida qatnashga majbur qilsa, shu play-off o'yinlari zonasida qolishi ham mumkin Dinamo. Suhbatimiz boshida aytib o'tdingizki, Bunyodkor jamoasi futbolchilariga mavsumning ikkinchi yarmida boshqa jamoalarga o'tishga ruxsat berilgan. Dinamoda ham shu vaqtning o'zida kelib ikkita futbolchi jamoani tark etganligi haqida eshityapmiz. Va bunday muammo menimcha boshqa klublarda ham bo'lsa kerak. Va endi bu ikkinchi qismida mavsumni zerikarli qilib qo'ymasmikin? Ayni vaqtda o'zida misol jamoalar yaxshi holatda bo'lib turgan paytda, aynan hozirgi holatni yaxshi holat deb baholash mumkin bo'lsa, Nefchi jamoasi yoki boshqa grandlar bemalol yutishyapti bu raqiblarni. Mavsumning ikkinchi qismida yana shunday holatlar ko'payib ketadigan bo'lsa, grandlar uchun tayyor go'sht vazifasini o'taveradimi bu klublar? Endi shunga qarab ketyapti. Endi Bunyodkorda shunaqa rejalar bo'lyapti deb aytdik. Hali qarorda e'lon qilishmagan, lekin shunaqa dastlabki fikrlarda aytishgan. Agarda yana O'zbek Neftegaz kompaniyasining homiylik bo'yicha hech qanday yangilik bo'lmasa yoki Dinamo jamoasida yoki mana Nasaf jamoasida ko'ryapsiz, Nasaf ham hozir o'rta miyona jamoaga aylanib qoldi, turnir jadvalining o'rtalarida yuribdi, lekin potensiali bor jamoani baribir futbolchilarga ta'sir qiladi-da. Shartnomani siz katta summaga qo'yapsiz, lekin hozir yaxshi hamki mana davlat tomonidan jamg'armadan jamoalarga pul ajratila boshladi. Tasavvur qiling, hozir agarda o'sha jamg'armadan prezidentimiz qaroridan keyin klublarga 35 milliardlik moliyalashtirish amalga oshmaganda Nasafda qanday holat bo'lardi? Dinamoda qanday holat bo'lardi? Buxoroda qanday holat bo'lardi yoki Bunyodkorda qanday holat? Hozir biroz sal yumshadi vaziyat, ozgina yumshadi, lekin bu futbolchilarni qoniqtirmayapti. Shuning uchun to'g'ri aytyapsiz. Hozir ko'p jamoalarda shunaqa holatlar kuzatiladi. Endi baribir aytaylik, futbolchilar professional, o'zi uchun o'ynaydi, terma jamoaga tushish uchun o'ynaydi. Jahon chempionati yili baribir O'zbekistonda e'tibor katta, o'ylaymanki, va Bunyodkorda holati ham hal bo'ladi, chunki jamoani shunchaki tashlab qo'ymaydi O'zbek Neftegaz kompaniyasi ham. Dinamoni ham tashlab qo'yishmaydi Agramir kompaniyasi homiysi. O'ylaymanki, baribir vaziyatdan chiqiladi. Lekin boya aytganimdek, turnir jadvalini yuqori qismi va pastki qismi uchun kurash qizg'in bo'ladi. O'rtada yuradigan jamoalar ochko olib yoki yo'qotib, mana Buxoro, Nasaf, aytaylik, OKMK jamoalari vaziyatga qarashadi, lekin pastki qismida juda raqobat kuchayishi, ayniqsa chempionlik uchundan ham pastki bu yil juda qattiq kurash bo'ladi, chunki birdaniga 6, 7, 8 jamoa shu play-off zonasiga tushib qolish uchun kurashishdan hozir majbur bo'ladi. Chunki ko'ryapmiz, hamma jamoalar tarkiblari yaxshi. Odatda masalan Qo'qon jamoasi Farg'ona viloyatining ikkinchi jamoasi sifatida tarkibi bu yil juda yaxshi tarkibga ega Qo'qon jamoasi. Murabbiylar shtabida yangilik bo'ldi va Qo'qon ham xohlaydi play-off o'yinlarida qolmaslik uchun. Lekin har qanday holatda ham 16-jamoani to'g'ridan-to'g'ri tushib ketishi, menimcha Superliga jamoalar hozir shu darajada Pro Liga jamoalaridan kuchliki, Pro Ligani play-offida bo'ladigan jamoa va Superligani play-offidan o'zaro to'qnashuvda o'tganligidagi Buxoro Bazor Orolni yutib ketgandek emas. Menimcha Superliga jamoalari muammosiz play-offda g'olib chiqishadi. Shuning uchun faqatgina bitta o'rin almashsa kerak, 16-o'rin bilan Pro Ligadagi birinchi o'rin. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, lekin barcha jamoalar xohlashadi play-offga tushib qolmasligini, lekin menimcha ko'p jamoalarda taxmin qilish mumkinki,
turnir jadvalning pastki qismi uchun kurash yana ham qizg'in bo'ladi. Lekin hozir mablag' berilmayotgan, hozir sanab o'tgan jamoalar Dinamo, Bunyodkor, aytaylik Buxoro, hammada har xil. Mana Buxoroda ham mablag' yo'q, lekin Hamikov bolalarda o'ynata olyapti. Zeytullayev o'ynata olyapti. Endi bu yog'iga Zeytullayevda qanaqa nima deydi, imkoniyatlar qoladi, qanday yoki yana ham yosh artiradimi tarkibda, mana kubok o'yinlarida o'rinbosarlarni qo'ymoqchimiz deyapti. Shu kubok o'yinlarini kutaylikchi, qani kubok o'yinlarida haqiqatda o'rinbosarlarni qo'yadigan bo'lsa, demak Bunyodkorda ikkinchi davrada pasayishni taxmin qilish mumkin. Buni evaziga Dinamo, So'g'diyona jamoalar sekin-sekin baribir o'ziga kelishni boshlasa kerak. Abramov ham qanaqadir o'zgarishlar qiladi. Yozda masalan o'tgan yilgi legionerlarga nisbatan braziliyalik legionerlar yaxshi o'zini ko'rsatishdi. Bu yilgi legionerlar o'zini oqlasha olmayapti, balki vaziyatni o'zgartiradi. Ya'ni yangi futbolchilar taklif qilish evaziga vaziyatdan chiqishga harakat qiladi Dinamo. Tushunarli. Endi 11-tur o'yinlarga to'xtalib o'tsak, markaziy o'yinlarga. Dastlab Nasaf va Navbahor o'yini. Ba'zi o'yinlarga to'xtalib o'tdik, masalan OKMK Neftchi yoki Xorazm Andijon. Aynan bevosita Nasaf Navbahor o'yini menimcha teng kurashlar ostida o'tsa kerak. Bu o'yindan ko'proq men durang natijani kutyapman. OKMK Neftchi o'yiniga to'xtaldik-ku, lekin natijaga taxmin qilmadingiz. To'xtala olmadik. Imkoniyat Neftchida yuqori, buni tan olish kerak, lekin bir tomondan OKMK o'z o'yinini topib olgan. Bu o'yinda Neftchini g'alabasini ehtimoli ko'proq, lekin durang natija ham qayd etilishi mumkin deb o'ylayman. OKMKda g'alaba qozonish imkoniyatlari biroz qiyinroq, lekin favorit Neftchi baribir. O'tgan turda o'z maydonida Navbahorni mag'lub etib, o'sha stadiondan qo'shiq aytib chiqib ketgan Bunyodkor jamoasi bu turda Qo'qon mehmoni bo'ladi. Mana shu kayfiyatda Qo'qonni ham mag'lub etish mumkinmi? Jamoa aytaylik o'yin bor, Zeytullayev juda o'yinchilarni kerakli pozitsiyalarga qo'yila olyapti. Bunyodkor tarkibiga e'tibor bersangiz, unaqa nomlar yo'q. Shunday. Katta nomlar yo'q, lekin o'zini tarbiyalanuvchilar yosh futbolchilarni o'ynata olyapti. Shuning uchun Zeytullayevning imzosi yaqqol ko'rinib turibdi. Agarda o'sha tempda davom etsa, Qo'qondan ham bemalol ochko bilan qaytsa bo'ladi, lekin Qo'qon jamoasini ham ta'kidlab o'tdikki, ortga yo'l yo'q. Qo'qon jamoasi hozir Mashaldan bir pog'ona tepada turgan jamoa bo'lib turibdi, 15-pog'onada. Shuning uchun Andrey Shpilov ham har qanday harakatlarni qiladi. Balki Bunyodkordagi hozirgi psixologik, ruhiy shu futbolchilar baribir miyalarini bir chekkasida hozir shu o'yinda o'tkazganimizdan keyin kubok o'yinda ham hatto tushmaymiz ekan degan salbiy ruhiy holatdan foydalanib Qo'qon jamoasi ham g'alaba qozonishi mumkin. Bu o'yinda har qanday natija bo'lishi mumkin. Uchala natija, mezbonlarning g'alabasi ham yoki durang yoki mehmonlarning g'alabasi ham bo'lishi mumkin. Uchala natijaning ham ehtimoli bor. Andijon jamoasi Xorazm maydoniga safar qiladi. Aytib o'tganimdek, Xorazm jamoasining maydoni sun'iy qoplamali. Ushbu maydonda g'alaba bilan qayta olarmikin? Andijon o'zi o'yinni topib oldi deb o'ylayman. G'alaba bilan qaytishi ham mumkin Andijon. Xorazm baribir jang beradi. Tokov yaxshi ishlayapti. Har mag'lubiyatga uchragan uchrashuvlarda ham Xorazm juda jangovar o'yin ko'rsatyapti. Bu o'yin ham juda qiziqarli bo'ladi, lekin o'yinchilarni tajribali o'yinchilardan kelib chiqadigan bo'lsak, Andijon imkoniyati ko'proq deb o'ylayman va oxirgi uchrashuvlarda bir g'alaba ketma-ket g'alaba bo'lyapti. Jamoa o'zi o'yinni topib olgandek Islombek Ahmedov bilan. Shuning uchun menimcha Andijon jamoasi bu o'yinda ozgina bo'lsa ham favorit. Ketma-ket o'yinlarda ochko yo'qotgan Dinamo jamoasi bu turda aynan turnir jadvalida oxirgi o'rinda turgan Mashal jamoasini qabul qiladi. Dinamoning imkoniyatlari qanday? Dinamo g'alaba qozonsa kerak deb o'ylayman. Ulug'bek Boqoyev sobiq jamoasiga qarshi jamoasini olib boradi bu turda. Buxoro o'z maydonida So'g'diyonani qabul qiladi. Ikkala ehtiyotkor o'ynaydigan murabbiylar, ya'ni Baqoyevda hujumkorlik, o'zi hujumchi bo'lgan, hujumga ham e'tibor qaratdi, lekin hozirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hujum chizig'i zo'r. Mulich, Doriyev mana to'plar bo'lib turibdi Superligada. Lekin Hamikov ham juda yaxshi biladi qanday himoyalanishni. Shuning uchun bu o'yinda ham durang natijani taxmin qilgan bo'lardi. Paxtakor jamoasi Surxon jamoasi maydoniga safar qiladi. Surxon jamoasi o'tgan tur 5 ta gol o'tkazgandi. Bu turda Paxtakorga qarshi imkoniyatlari qanday? Surxonda endi ko'proq hozir yoshlarga e'tibor qaratilyapti. Lekin Chinedo yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Biroq Paxtakor so'nggi turda o'z maydonida muhim ochkolarni yo'qotganligidan kelib chiqsak va hozir Neftchiga kurash taklif qilganini, hatto o'zaro o'yinga ko'ra
bu turdan oldin birinchi o'rinda turganligini inobatga olsak, Paxtakorda imkoniyatlari yuqori. Chunki hozir Surxon menimcha yoshlar bilan o'ynayotgan bo'lsa-da, Paxtakorga hozir raqobat qilish qiyindek ko'rinyapti menga. Paxtakor favorit. Va yakuniy o'yin Lokomotiv jamoasi Do'stlik stadionida Qizilqumni qabul qiladi. Bu o'yinda Lokomotivda juda yaxshi Mirko Ilichni ham imzosini aytish mumkin. Yoshlar bilan tajribani uyg'unlashtira oldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Temurxo'ja Abduxoliqov, aytaylik, Shuhrat Muhammadiyev, Sardor Mirzayev, bu yosh katta o'yinchilar qanaqa bo'larkan deb sal shubha bilan, hayajon bilan qarayotgandik, lekin juda uyg'unlashtira oldi. Ayniqsa yoshlar meni Abrayev masalan juda xursand qilyapti. Bu o'yinda Lokomotiv favorit deb hisoblayman. Lokomotiv 3 ochko qo'lga kiritsa kerak. Tushunarli. Bizda hozircha shular edi. Ulug'bek aka, bugungi suhbatda bizga suhbatdosh bo'lganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Juda intizorlik bilan 11-uchrashuvlarni mana bugundan kuzatishni boshlaymiz va keyin kubok o'yinlariga navbat beriladi. Xudo xolasa Superliga juda ham hozir avjiga chiqqan eng jahon chempionatidan keyin so'nggi tur Superligada o'ylaymanki, muxlislar uchun yana jamoalarimiz chiroyli natijalar, chiroyli o'yinlar namoyish qilishda muxlislarimizga davom etishadi. Tushunarli. Kattakon rahmat. Bizda hozircha shular. Kelgusi sonlarda ko'rishguncha